Bilasizmi, kecha men doktorga bordim. O'zimning masalam bo'yicha. Keyin shunda doktor, o'zichi doktor menga shunaqa zo'r nima deydi, anglash berdi. Men shok bo'ldim, ya'ni tushunyapsizmi? Timsohlar haqida gapirdi doktor. Timsohlar dedi, qanchadir vaqtgacha dedi, narsa yemasganda birdan shu og'izni ochib katta-katta go'sht yerkanda dedi. Qo'li dedi og'izga yetmasgan dedi. Og'zini ochgan payti shu go'shtlar, masalan, katta baliqlarni dedi, paqqos tushirar ekan dedi. Keyin dedi, ular og'zini ochib turar ekan dedi, qushlar kelib tishini orasida qolib ketgan go'shtlarni olib yerkan dedi. Ya'ni yaratgan ekan, o'sha qushlarni rizqini shunaqa go'zal tarzda berar ekanki deyapti. Biz insonlar nedan qayg'uramizki? Ya'ni rizqimiz bo'yicha yoki-da nega qayg'uramizki, ya'ni yeb ichishimizni yoki kelajagimizni o'ylab qayg'uramiz nega deyapti. Ya'ni o'sha timsoh orqali Alloh taolo o'sha qushlarni rizqini berayotgan bo'lsa deyapti. Ya'ni shu ochib turar ekan, o'sha qushlarni yemas ekan o'sha timsoh. Qushlar tishini orasidagi go'shtni, timsohni tishini orasidagi go'shtlarni yerkanda yana hayotda davom etar ekan. Do'stlar, rizq bo'yicha, pul bo'yicha, uy bo'yicha, moddiyat bo'yicha qo'rquvlaringiz illyuziya, yo'q narsa, bo'shliq, yo'q narsa, tushunyapsizmi? Havo, ya'ni yo'q havo, mana ko'rinmaydi-yu. Shuning uchun hamma narsani tabiatning ixtiyoriga qo'yib bering. Hamma narsani yaratganingizga qo'yib beringki, rizqimiz Allohdandir. Rizqimiz har doim Allohdandir. Qo'rqish, ya'ni och qolaman yoki yetmay qolsa-chi degan qo'rquvlaringiz bo'sh-bo'shigada Allohning izniga qo'yib bering. Tabiatni ixtiyoriga qo'yib beringki, hammasi go'zal bo'lsin.